Katta farzand. Assalomu alaykum dada. Keldingmi? Yaxshimiz. Qayerlarga edingiz? Jo'ralar bilan to'q ketdik. Bosh shunday og'riyapti-da. Kirib dam olayga. Kirib uxlang. Eng kichik darmayit kenja farzand. Assalomu alaykum adaji. O'ylay erka to'yimga. Charchab ketdim. Nima qildingiz? 10 minut tikka turdim, ayollarim charchab ketdi-da. Onam qayerlar? Putin o'zi onangizga aytaman, yog'ingizni massaj qilib qo'yadi. Bir damizni oling. Tug'ilganidan o'l deb ishlaydigan o'rtancha farzand. Assalomu alaykum ota. Keldingmi? Cho'p tez mollaga qaragin. Keyin prinoskalarni taqlagin, kechasi bilan skashkani qilib, polni ertalabgacha taqlab bo'lishi kerak, keyin ishga ketaverasan. Davay, tez. I get it.